Endi sizlar bilan aliment to'lovi miqdori haqida gaplashsak. Aliment to'lovchining oylik ish haqidan kelib chiqib, bir nafar farzand uchun aliment to'lovchining barcha daromadlarini 25% miqdorida aliment undiriladi. 2 nafar farzand uchun aliment to'lovchining barcha daromadlarini 33% miqdorida aliment undiriladi. 3 va undan ko'p farzandlar uchun aliment miqdori aliment to'lovchining barcha daromadlarini 50% miqdorida undiriladi. Aliment miqdori oylik to'lovchilar uchun aniq, lekin oylik olmaydiganlar uchun qanday tartibda undiriladi degan haqli savol tug'ilishi mumkin. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, hech qayerda ishlamaydigan aliment to'lovchilar 2025-yil aprel holatiga ko'ra o'rtacha oylik ish haqi 6,368,159 so'mni tashkil qilib, bir nafar farzand uchun 1,592,039 so'mni to'laydi. 2 nafar farzandi bor insonlar uchun 2,122,000 so'mni tashkil qiladi ushbu summa. 3 va undan ortiq farzandi bor aliment to'lovchilar 3,184,000 so'mdan aliment undirilishi belgilanadi. Bir narsani unutmang. Farzandlar soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, aliment oluvchilar soni qancha bo'lishidan qat'iy nazar, undiriladigan aliment miqdori aliment to'lovchining barcha daromadlarining 50% dan oshishi umuman mumkin emas.